Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bizning Amir Agro firmamizda g'alla ekini mavsumi boshlangani sababli ba'zi bir o'sha g'allaning preparatlari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Birinchi bo'lib mana Atilla Super, ya'ni Liamosigratrin tarkibli bu ushbu preparatimiz shira, tripis mana shunday so'ruvchi o'rgimchakkana, so'ruvchi hasharotlarni olishda juda keng qo'llanilib kelmoqda. Ushbu preparatimizni Amir Agro firmamizda sotuvda mavjud. Keyingi preparatimiz bu Hempik, ya'ni bu 1 yillik va boshoqli begonotlarga qo'llaniladigan preparat hisoblanadi. Asosan bu so'da o'simligiga ta'sir qilishda juda keng qo'llanilib kelinadi. Juda samarasi yuqori, 24% emulsiya konsentrati hisoblanadi. Keyingi preparatimiz bu o'simligimiz bu gandumak. Gandumak o'simligiga 3 ta preparatimiz bor mana. Dekazan, Hemrani, Balerina. Dekazan preparatimizni taklif qilsak, bu 48% dekamba moddasini tashkil topgan. Ushbu preparatimiz juda samarasi yuqori, 48% uni aytib qo'yibdi mana. Keyingisi bu Hemrani. Tarkibi esa fluroksipir tarkibli 40% emulsiya konsentrati hisoblanadi. Ushbu preparatlarimiz uchalasi ham juda samarali hisoblanadi. Mana buni bemalol kataloglarda ham ko'rishingiz mumkin. Yozib qo'yibdi. Hurmatli obunachilarimiz, keyingi preparatimiz bu hammaga mashhur bo'lgan juda Raygras o'simligiga qarshi preparatimiz hisoblanadi. Avvallari shu 1 litrlik yoki shu 20 litrlik qadoqda keladi. Aksial, ya'ni 5% tarkibli. Tarkibida shu mana yozib qo'yibdi bu yerda. Pinoksidin tarkibli 5% aksial Singin tank Shvetsariya davlatiga kelar edi. Bu yilgi mavsumimizda esa Hemaksial nomli o'sha pinoksidin tarkibli 15% emulsiya konsentratsiyasini taklif qilamiz sizlarga. O'sha Raygras o'simligini yo'q qilishda o'sha aksialdan 3 barobar yuqori natijaga ega hisoblanadi. Ushbu preparatimiz 2 gektarga 1 litr, ya'ni yarim litr 1 gektarga yetadi. Samarasi juda yuqori. Bug'doyni faqat o'zi qoladi. Qolgan o'sha gandumak, stuli kabi begonotlar 1 yillik boshoqli yoki o'sha yapaloq bargli barcha o'tlarni yo'q qilishda samarali hisoblanadi. Keyingi preparatimiz bu Mix, ya'ni Atlantis. Ochib ko'rsatay sizlarga. Atlantis preparati hisoblanadi. Bu ushbu preparatimiz barcha o'simliklarni, ya'ni bug'doydan tashqari barcha begonotlarni yo'q qilishda juda samarali hisoblanadi. Bu katta maydonlarga ekishda, sepishda keng qo'llaniladi. Ya'ni bu 5 gektarga yetadi. Ikki tarafida biopower, ya'ni bu mahalliy tilda kley deb ataladi, dehqonlarimiz tilida. Ikki chetida ikkita kley bor. Bunisi esa o'sha parashok barcha o'simliklar, begonotlarni, Hempik, mana Hempik stoli, gandumak, Raygras hamma o'simliklarni yo'q qilishda, begonotlarni yo'q qilishda yordam beradigan parashok hisoblanadi. Hurmatli obunachilarimiz, bizning Amir Agro firmamizda barcha turdagi ximikatlarimiz, o'simliklarga qarshi ximikatlarimiz mavjud. Undan tashqari o'sha g'alla ekinlaridan tashqari makkajo'xori, poliz ekinlari barcha turdagi o'sha ximikatlarimiz sotuvda. Undan tashqari hurmatli obunachilarimiz, shu bilan birga o'sha o'simlikning tomirini yaxshilashda, morfologik tuzilishlarni yaxshi rivojlanishida juda keng qo'llanilib kelayotgan o'sha vitaminlar haqida aytmoqchiman. Aminopezin, ya'ni fosforli, rug'li, azotli birikmaga ega juda samarali o'g'itimiz, suyultirilgan gumatkali, kaliyli o'g'it. Gumatkali hamda o'sha fosforli o'g'itlarimizga boy mana Mobipezin hamda
Kadafol, P54. Bular endi xalq tilida o'sha yangi hamma maqtab chiqayotgan suyuq amofos nomini ham olgan preparatlarimiz hisoblanadi. Hurmatli obunachilarimiz, agar birorta savol va murojaatlaringiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishni so'raymiz. Birorta ximikatlar. Manzilimiz o'sha Samarqand shahar, Mirzo Ulug'bek 96-dom. Ikkinchi filialimiz esa o'sha Qarshi kuruk, ya'ni Oqhalik kurukda joylashgan.